Assalomu alaykum, yaxshimisizlar qizlar? Qizlar, Koreyadan kargolarimiz keldi. Ancha yaxshi narsalar, yangiliklar kelgan. Bularni birma-bir obzor qilib beraman. Mana shu tirtir vitamin C lik serumni ham yangiligimiz. Ham juda ham yaxshi bo'lgan ovqatlantiruvchi serumlardan hisoblanadi. Hozir bularni hammasini ochib obzor qilib beraman. Narxlari bilan ham aytib o'taman. Narsalarni hozir hammasini bir chetdan obzor qilib beraman. Xo'sh, nimalardan boshlaymiz? Antiperspirantlardan nalichida bor qizlar, 2 xildan ham bor, ko'kidan ham, rozidan ham bor. Narxi 60 mingdan, keyin shunaqa har xil lab balzamlarimizdan kelgan. Buni 3 xilidan, peach, ko'pnaligi, keyin yana gilosligidan ham kelgan. Narxlari ham 25 ming shunaqa chiqqanda adashmasam, yana ham Telegram gruppamda bor. Narxlari kilosiglar bo'ladi. Keyin kurtorlarimizdan keldi. Buni donasi mana shu turishi 25 ming so'mdan qizlar. Keyin tushlarimiz bor, har xilidan, nimadan ham Farmstay mana bundan manifest tushlardan bor. Bu ham zo'r tushlar, hammasi zo'r tushlardan. Keyin Laneige krem skindan bor, ya'ni buni ishlatganda nima shart emas, krem shart emas, shunda o'zini surib ketaverasizlar. Ketma-ketlikda uxud qilishga erinadiganlar uchun juda ham zo'r variantda. Shunaqa budjetli narxda kelgan. Keyin qizlar nimadan ham bor. Selmax'ni shunaqa yangilik bo'lib, mini naboridan keldi. Dog'larga juda ham yaxshi yordam beruvchi mini naborlardan hisoblanadi. Buni ichida o'zini qaranglar, serumi, kremi va SPF bor ekan. Narxi ham 130 mingdan chiqdi adashmasam. Keyin asosiy mini naboridan ham bor 100 mingdan. Keyin qaranglar qizlar, Shea Butter'ning 2 xil kremidan keldi, yashildan ham, ko'kidan ham. Budjetni yaxshi namlantiruvchi krem so'raydiganlar uchun 75 ming so'mdan. Fino shampunlar. Keyin mana shunaqa body, ya'ni tanachu losyonlardan ham bor, har xilidan, hidlari zo'rlaridan. Keyin xurum kollagenimiz bor, nalichida 250 ming, laktofitlarimiz bor 150 ming so'mdan. Keyin qizlar, mana Beldermani nimalik ampulasidan rollerlik soch bo'yoqlarimiz bor 130 ming so'mdan. Zo'r sochlarga umuman allergiya bermaydi, qichitmaydi. Shunaqa ta'sirchan, boshqa ajoyib. Buni ishlatishga yetadigan, shu 3 marta ishlatishga yetadi. Xullas, buni ichidagi nimasi. Keyin buni 2 xil nimasi, buni endi har doim bundan so'radingizlar, aromatik rozmaridan, yog'idan, endi shundan ham keldi nalichiga. Buni shunaqa yog'lanishga qarshi, keyin qazg'oqqa qarshi spreydan ham nalichida bor. Keyin qizlar, qaysilarimiz bor? Narxi 150 ming so'mdan. Doktor Kupone enzimli pudrasidan ham bor nalichida qizlar. 120 ming shunaqa edi. Adashmasam, narxlari esimdan chiqib qoladi. Agar narxlari qiziq bo'lsa, Telegram gruppamda yozilgan qizlar, hammasi narxi. Keyin tirtirni yangilik bo'lib, shunaqa enzimli pudrasidan ham keldi qizlar. Juda ham zo'r enzim pudralardan. Keyin mana shu green tomatoni enzim pudrasidan ham nalichida bor. Dalbani 2 xildan bor, orqasida ham bor, oqidan ham, mana shu sarig'idan ham, dalba spreylaridan bor qizlar. Keyin ko'z kremlarimiz. Mana ko'z kremlarimiz qizlar. Bu Viti Cosmetics Riddle Shot juda ham kuchli ko'z kremlardan, chilarga yaxshi yordam beruvchi. Keyin mana Medipilna Etox ko'z kremidan, Boxna 3D Lifting, bu ham zo'r ko'z kremlardan, bundan ham bor. Bundan ham keldi. Nalichida 4 xil eng zo'r nima ko'z kremlarimdan bor. Keyin qizlar, 345 ning mistidan bor. Assassin Dark Spot Glow toneridan bor. Viti Cosmetics'ning poderinlik toneridan, keyin Celeve'ning poderinlik toneridan, Numbuzinni 190 mingga peptidli tarkibida peptidlar, nati va podern bo'lgan juda ham kuchli tonerlardan nalichida bor. 190 mingga. Keyin qaranglar qizlar, nima keldi? Medicube'dan kollagenlik tonerdan ham nalichga keldi. Zo'r narxda kelgan. Narxlari esimda yo'q, lekin yaxshi narxda chiqdi. Keyin Anvani mana shunaqa booster tonerlardan keldi. Poderinlik mana. Bunisi niacinamid va tx kislotasi bor tarkibida, dog'larga juda ham yaxshi yordam beruvchi. Keyin qaranglar, Selmax'ni barrier toneridan bor, kislotli AHBH tonerlardan bor, ugri chiqishlariga, muammoli yuz uchun. Keyin qizlar, mana Medipilna Volume Biotox toneridan bor, 160 mingga. Medipilna Lifting Shot toneridan bor, bu ham 160 ming. Ekladona Melazer toneridan bor, oqartiruvchi 260 mingga. 147 kremlaridan va 345 kremlardan ham nalichida bor. Keyin qizlar, nimadan ham keldi? Medipilna shunaqa peptidlari bor, proteini bor, juda ham tarkibi zo'r bo'lgan kremdan nalichga keldi. Volume Biotox kremidan ham bor nalichida. Keyin Selmax'da shunaqa qartuvchi poralarni ham kichraytirishga yordam beruvchi kremdan bor nalichida. Viti Cosmetics'dan bor. Keyin Dr. Gina kremidan, Dual Barrier Selmax kremidan ham bor, barrier uchun keramidlik. Keyin Celeve'ni poderinlik kremidan, Biotrendni keramidlik barrier kremidan bor. Medicube'ni kollagenlik jeli kremidan ham bor. Medicube shu krem 150 ming so'mdan chiqdi narxi. Keyin Dermashare'dan vitaminlik krem 135 mingga. Keyin qiz Anvani dog'larga yaxshi yordam beruvchi vitamin C va vitamin E bo'lgan kremidan ham, serumidan ham bor nalichida. Keyin tirtirni tarkibida 24% vitamin C bo'lgan serumdan keldi. Juda ham zo'r yordam beradi dog'larga. Keyin Ekladona oqartiruvchi serumidan ham nalichiga keldi. Axisna Dark Spot Glow serumidan bor. Keyin Dermashare'ni oqartiruvchi serumidan nalichida bor. Selmax'ni Dark Spot serumidan bor. Keyin poderinlik Medipil ajinlovchi serumidan bor. Celeve'ni ampulasidan bor. Poderinlikka Medicube'ni shunaqa kollagenlik ampulasidan ham keldi qizlar.
Doktor Altena 2 xil serumidan ham net dinamitlik va vitamin C'lik serumidan bor. Anuani serumidan va Roundlab serumlaridan bor. Roundlab 130 mingga kelgan. Yo'q, 150 ming, menda shunaqa edi narxi, zo'r narxda kelgan. Keyin Anua bu 190 mingga bichish serumi. Keyin Gudalni qizlar qaranglar. Vitamin C'lik serumidan ham bor. Tarkibida TH kislotasi bo'lgan serum va mistidan ham bor. Keyin bo'g'ni ajinlar uchun zo'r yordam beruvchi serumidan ham bor. Medicubni Petrenlik serumidan ham наличиda bor. Keyin qizlar CC kremlarimiz bor. Ama tonalniy kremidan bor. SPFlarimizdan Celefe SPFdan bor. Keyin bularni skidga qo'yamiz. Recosel 80 mingdan qizlar zo'r nimalardan SPFlardan o'zim ham ishlatganman. Har doim aytaman, yaxshi yashilni ishlatganman, yaxshi SPF. Keyin Pretty Skin SPFlardan bor, bujetni. Mana qaranglar, Dermasherni tonaplik zo'r SPFdan keldi. Tonni ham zo'r beradi. Quyoshdan yaxshi himoya qiladi. Narxi 130 mingdan. Qaranglar, keyin Secret SPFlardan bor, keyin nimadan Petrenlik Medicube SPFdan ham наличида bor 150 mingdan. Keyin Skin 104 ni tonaplik SPFdan keldi. Yana qizlar, bu brendini SPFlaridan ham bor наличида. Dr. G'ni ta'sirchan yuzlarga juda ham zo'r tushuvchi SPFlaridan bor. Yuzlari ko'rsa qizarib ketadigan, yuzlarga yaxshi tushadi. Keyin Gudalni SPFdan bor. Keyin Petrenlik Viti Cosmetics SPFdan ham наличида bor. Beldermani yashil SPFlaridan, Roundlabni yashilidan va ko'kidan ham bor. Lagomni 2 xil SPFdan ham bor. Ton beradi, ton bermaydiganidan ham наличида bor. Keyin Betof Josa SPFlari 120 ming so'mdan skidkada qo'yganman. Bular 2 xildan ham bor наличида. Keyin qizlar, gidrofilli masalalardan Dr. Circle bor. Dr. Kupu bor. Lagom bor 150 mingga, Anua bor 150 mingga, keyin Zero Balzam bor 170 ming so'mga qizlar. Keyin bu yerda penkalarimiz, Lagom penkasi, keyin qaranglar, bulardan yana keldi, tugagandi. Mishaning 2 xil penkasi yog'li yuzga va quruq yuzga tushuvchi penkalardan ham keldi 75 mingga. Bu yerdagi penkalarimiz mana nimadan Green Tomato bor, Cosrxdan bor, Centellani gidrofilniy oili, keyin penkasi ikkalasi bo'lgan setidan ham bor. Keyin mana Sermaxni penkasidan bor, kollagenlik Elderma penkalaridan ham наличида bor. Keyin qizlar, men Amerikadan ham narsa zakaz qilganman. Hozir hali bir marta zakaz qildim. O'shadan narsalar tugadi, lekin bir ikkita qo'ygan narsalarim bor. Hozir ularni ham ochib ko'rsataman. Mana qizlar, shu mistidan qoldi наличида. 100% original bo'lgan Victoria's Secret'ni misti. Nimasi? Spreyi zo'r, xuddi shunaqa zo'r qizlar. Haqiqatan. Keyin mana shunaqa mistidan qoldi. Keyin bundan yana bitta xullas, shu 3 tasi qoldi faqat наличида. Agar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol yordamlashib olsanglar bo'ladi. Bular 100% original. Shuni nima qilib tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Men bularni zo'r narxda olganman. O'zi narxi ancha qimmatga bo'lgan. Men skidkada olganman-da bularni. Narxlarini ham o'zi yozib qo'ygandi. Bular orqasida yo'q ekan narxlari. Xullas, mana shunaqa qilib shtrix kodlardan tekshirib olsanglar bo'ladi. 100% original bo'lgan, hidi ham zo'r bo'lgan mislarimiz. Zakaz bersanglar bo'ladi Telegramdan. Hammasi 100% original. Xullas qizlar, narsalarni obzor qildim. Agar savollaringiz yoki zakazlaringiz bo'lsa, Telegramdan yozsanglar bo'ladi qizlar.